Assalomu alaykum barchaga. Men Xudoyberdiyeva Madina, Rimda joylashgan Sapienza universiteti rivojlanish va xalqaro hamkorlik yo'nalishi magistratura 1-bosqich talabasiman. Bugun Rimda o'qigan o'zbek studentlari bilan birgalikda podkastimizni boshlayapmiz va ilk soni bugungi mehmonlarimiz Abror Xo'jayev, Lazizjon Suyunov, Zuhriddin Kamolov va Baxt Nurullayeva. Avvalambor assalomu alaykum. Ushbu intervyuga taklif qilganlaringiz uchun kattakon rahmat. Men Xo'jayev Abror, Italiya poytaxti Rim shahrida joylashgan Sapienza universitetining magistratura darajasidagi bitiruvchiman. Yo'nalishim Yevropa qonuni, xalqaro qonun, xalqaro aloqalar yo'nalishini bitkazganman. Bundan tashqari ish faoliyatim Interview Consulting nomi ostida o'zbek yoshlarini Italiyadagi top darajadagi universitetlarga scholarship yutish, grantda o'qish va Italiyada xavfsiz joylashib olish uchun o'qishlarni davom ettirish uchun qo'llab-quvvatlash faoliyatini olib boraman. Assalomu alaykum. Ismim Lazizjon Suyunov. Sapienzada transport yo'nalishi bo'yicha magistratura bitkazdim 2 yil oldin. Hozir transport yo'nalishi bo'yicha doktorantura qilyapman, 2-bosqich talabasiman. Assalomu alaykum. Rahmat mana shu intervyuga chaqirganlaringiz uchun. Men ismim Zuhriddin Kamolov. 2021-yil magistratura transport yo'nalishiga o'qishga kelganman. Undan so'ng bitirdik. Hozirda mana shu Rim shahrida joylashgan No Machine kompaniyasida dasturchi bo'lib ishlayman. Bundan tashqari O'zbekiston hamjamiyatiga, O'zbekistondan kelgan yangi talabalarga guruhlarda o'zim bilgan ma'lumotlarni bo'lishib turaman va birgalikda biz hozirda yaxshi yangiliklar ulashib turamiz. Assalomu alaykum. Ismim Nurullayeva Baxt. Italiya mamlakatiga Rim shahriga 23-yil kelganman. Shu yili 25-yil oktyabr oyida magistr stipendiyasini olib, Sapienza universitetining yurisprudensiya fakultetini tamomlaganman. Ismim Beshnazarov Jahongir. Shu Sapienza universitetida magistratura yo'nalishi bo'yicha o'qiganman. Hozirda shu universitetda konsaltingni shu Italiyadan turib, Rimdan turib yuritamiz. Shu davrada hammangizni ko'rganimdan juda ham xursandman. Aynan vaqtingizni ajratib kelganingizdan bag'oyatda xursand bo'lib ketdim to'g'risi. Aynan bizni ko'rayotgan tomoshabinlar ham bo'ladi va ular Italiyaga endi kelmoqchi bo'lgan yoshlarni tashkil qilishi mumkin. Ularda ham qiziq savollar tug'ilib qolishadi. Mana biz keldik Italiyaga, ular qanaqa qilib kelishi mumkin va qanday jarayonlarni boshlaridan o'tkazishi mumkin? Va ozgina savollarim bor shu masalalar borasida. Abror Xo'jayevga yuzlansak bo'ladi. Italiyaga endi kelmoqchi bo'lgan talabalar qanday bosqichlarni amalga oshirishlari kerak? Birinchi navbatda kelmoqchi bo'lgan talabalar o'zlarini maqsadlarini belgilab olish kerak. Ya'ni qaysi davlatga o'qishga topshiraman, ya'ni nimalar kerak? Ularga grant kerakmi, scholarship kerakmi yoki yaxshi bir katta shahar bo'lish kerak, universitet top darajasi bo'lish, shu narsani belgilab olish kerak. Italiya bo'ladigan bo'lsa, umuman olib qaraganda boshqa davlatlarga qaraganda Italiya juda ham zo'r yaxshi tanlov. Ya'ni 100% grantda 5200 yevrodan 8300 yevrogacha scholarship beradi, ya'ni universitet darajalariga qarab, regionlarga qarab. Bu uchun nima qilish kerak? Bu uchun ularda eng kamida 5,5 IELTS bo'lish kerak. Minimum 5,5 IELTS bo'lish kerak. Undan tashqari bakalavr bosqichi uchun 12 yillik ta'lim kerak bo'ladi. Magistratura bosqichi uchun 15 yillik ta'lim kerak bo'ladi. Agar IELTS sertifikati bor, 5,5 IELTS sertifikati bor bo'lgan talaba qanaqa qilib kimga bog'lanish kerak? Misol uchun yuqorida aytib o'tdim, o'zim ham shu faoliyat bilan shug'ullanaman, Interview Consulting nomi ostida. Bizga murojaat qilsa ham bo'ladi. Mana bu yoq ham universitetli kompaniyasi bor. Undan tashqari ko'plab mentorlik dasturlari asosida olib boradigan talabalar bor. Bundan tashqari O'zbek Students in Italy degan gruppalarimiz bor. Ya'ni bu talabalarni iqtisodiy holatidan kelib chiqib tavsiya bersak ham bo'ladi. Sababi konsalting to'lovi kimgadir to'g'ri keladi, kimgadir to'g'ri kelmaydi. Kimdir o'zlari qilmoqchi, harakat qilmoqchi. O'zlari qilsa ham bo'ladi, konsalting bilan qilsa ham bo'ladi. Misol uchun kimdirning ishi bor, lekin puli bor. Uni o'zlari qilishni xohlashmayapti. Ya'ni mehnat qilganlar kelmayapti, o'shanda konsalting yoki mentorlik dasturlarini tavsiya beraman. Agar boshqacha holatda o'zlari bilmoqchi, o'sha jarayonni o'zlari o'rganib, mutaxassis bo'lib kelib, ertaga Italiyaga kelganda hujjat jarayonlariga qiynalmaslik uchun o'zlari qilishlarini ham tavsiya beraman. Ya'ni ikkala tomonni ham aytib o'tib ketaman bir vaqt o'zida.
tanlashda yoki konsaltant yoki mentor yoki o'zlari gruppadan bilib maslahat olib kelishmoqchi. Bu uchun o'sha yuqorida aytgandek 5,5 IELTS, 12 yillik ta'lim yoki magistratura uchun 15 yillik ta'lim kerak bo'ladi. Bundan keyin hujjatlarni to'g'ri taxlab olish kerak. Ya'ni kamchiliklar bo'lmasligi kerak. Tarjimalarida ko'p holatlarda uchratdim. Talabalar hujjatlarni noqonuniy, falsifika hujjatlarni berish holatlari ham bo'ldi men o'zimda. Misol uchun har kuni 50 ga yaqin talabalar bilan gaplashaman. Bu yoqdagi jarayon ular uchun juda ham qorong'u. Misol uchun borsam nima bo'ladi? Pul yetkaza olamanmi? Qanaqa qiyinchiliklarga duch kelaman? To'g'ri tan olish kerak, ko'p o'zbek studentlarimiz birinchi navbatda ishini so'raydi. Ya'ni Italiyada ish topa olamanmi? Italiyada bu borada qaraydigan bo'lsak, baribir o'g'il bolaga misol uchun ish ham kerak bo'ladi baribir. Bu tomonlama tavsiya beraman. Misol uchun katta shaharlar, misol uchun Rim, Milan, Turin, Bologna, shunaqa shaharlarni tavsiya beraman. Ya'ni bir vaqt o'zida, misol uchun bir kunlik vaqtini 70% ni o'qishga sarflasa, bir 15% ni dam olishga sarflasin deylik. 15% dam olishga, 15% uxlashga misol uchun. Bu uchun shu vaqt davomida ularga ish ham kerak baribir. Chunki stipendiyani oyma-oy berishmaydi, yil davomida 2 ga bo'lib berishadi. Ya'ni fevral oyida va yozda beradi. Ungacha nimadir ishlab o'zining xarajatlarini qilib olish kerak bo'ladi. Ya'ni jarayonda o'zi yuqoriga davom etib ketdik, o'zi suhbat jarayonida tepaga boshlab ketdik. Ya'ni talaba hozir O'zbekistonda deylik, talaba O'zbekistonda. Hujjatlarini taxladi. Yaqinda o'zi qabullar ba'zi bir universitetga boshlandi, ba'zi bir universitet endi ochiladi. Bu aprel-may oylargacha davom etadi. Birinchi navbat talaba o'zini yo'nalishini belgilab olish kerak. Ya'ni qaysi yo'nalishga o'qimoqchiman. Har bir universitet ba'zi bir sohalarga kuchli kadrlarni tayyorlab beradi. Misol uchun Sapienza, Milan, Turin har biri qaysi birida yurisprudensiya sohasida, qaysi biri ekonomika sohasida, qaysi biri IT sohasida. Shularni belgilab olishlari kerak. Ya'ni kimgadir meni o'qishga kiritib berdi demasdan, misol uchun birinchi o'zi yo'nalishini belgilab olsa, chunki kelajakda yaxshi kadr bo'lish uchun faqatgina Italiyaga keldim, bordim, scholarshipni yutdim, diplomni oldim, ketdim degan emas. Birinchi navbat yo'nalishini belgilab olish kerak. Ya'ni ko'p holatlarda o'zim ko'rdim, talabalar shunday hujjatini beradi, meni o'qishga kiritib bersangiz bo'ldi. Italiyaga kelgandan keyin u sohaga umuman tushunmaydi. U sohani o'qimaydi, u sohani tashlab shu bilan ishga berilib ketadi. Kuchli kadr bo'lish uchun, yaxshi sohada ishlash uchun, kelajakda davlatimizga, xalqimizga umuman foydasi tegadigan kadr bo'lish uchun birinchi o'zini qiziqishi, o'zini holati shu paytgacha qaysi sohada u mutaxassis bo'lgan yoki qiziqqan, o'shani rivojlantira oladigan bo'lish kerak. Ko'p talabalarni ko'raman, boshqa sohada kelib ekonomikada o'qiydi, ekonomikani tushunmaydi yoki injiniring yoki IT. Bu 2 yil davomida, u 15 yil davomida O'zbekistonda o'qigan, lekin 2 yil davomida o'sha yangi sohani rivojlantirib ketish qiyin deb o'ylayman. O'shaning uchun birinchi o'sha hujjatlari tayyor bo'ldi, keyin yo'nalish tanlandi. O'sha yo'nalishga moslab universitet tanlash kerak. Keyin jarayon qanaqa ketadi? Universitetga kirdi, undan keyin Italiyaga o'qish topshirish uchun ko'plab sabr kerak bo'ladi. Chunki byurokratiya, qog'ozbozlik o'sha juda ham sekin. Bu juda katta sabr kerak bo'ladi Italiyaga topshirish uchun. Bundan tashqari deadlinelarga juda ham e'tibor berish kerak. Ya'ni scholarshiplarga apply qilish, misol uchun pre-enrollment degan jarayonlar bor, viza jarayonlari bor. Hamma narsani oldindan bilib belgilab qo'yish kerak. Chunki ko'p talabalar bo'ldi topshirdim, meni kiritib beradi deb bemalol yurishadi. Lekin o'sha mentor ham, konsalting ham agar talaba so'rab, har kuni so'rab, deadline qachon yozib borib, o'zi harakat qilmasa, minglab studentlar ichida qaysi biridir deadline o'tib ketishi mumkin. Chunki universitetlarning deadline hammasi har xil Italiyada. Scholarship bo'yicha o'qishga topshirish, viza jarayonlari, Italiyaga kelgandan keyin bo'lgan hujjat ishlaridan hammasi deadline juda ham muhim. Bitta jarayon yopildi. Savol. Yuqorida aytib o'tgan barcha ma'lumotlaringiz juda ham o'rinli va foydali bo'ldi. Rahmat kattakon. Xo'p, endi keyingi savolimga Jahongirga yuzlansam bo'ladi. Aynan talabalar mana universitet tanlashda qiynalishadi. Nimaga qarab universitet tanlash kerak va qanday turdagi stipendiyalar bor? Ularning afzalliklari nimada? Xo'p, universitet tanlashda birinchi o'rinda shu universitet o'rniga qarash kerak. Agar masalan baholari o'zini bakalavrda magistraturaga topshirmoqchi bo'lsa, o'zi bakalavrda agar yaxshi baholarda o'qigan bo'lsa, top universitetlarga topshirsa bo'ladi magistraturaga. Endi bu yoqda ko'pchilik yo'nalishlar mana topshirishda ham masalan har xil yo'nalishlar bor. Open admission bor, restricted yo'nalishlar bor. Masalan, restrictedlar kam juda ham. Ularga intervyu bilan bo'ladi, lekin ko'pchiligiga magistraturaning ko'pchilik yo'nalishiga open admission bo'lgani uchun faqat hujjatlar topshiriladi, shuna qabul qilinadi.
asosan qaraydigani shu nima deydi, quest rankingdagi o'rniga qarash kerak. Masalan, nechinchi o'rin mingtalikka kirammi yo'qmi? Chunki sababi O'zbekistonga o'tkazish uchun mingtalikning ichida bo'lish kerak. Agar mingtalikdan bo'lmaydigan bo'lsa, borib turib O'zbekistonga borib qaytadan imtihon topshirishga to'g'ri keladi. O'shani oldini olish uchun mingtalik ichidan so'raydi ko'pchilik studentlar. O'shanga kirishim kerak deb, masalan, Sapienza bor eng birinchilardan 134, 137-o'rinlarda turadigan o'sha universitetlarga topshirish kerak. Stipendiyaga keladigan bo'lsak, stipendiyani 4 xil yo'nalishi bo'ladi. Masalan, o'shalarga e'tibor berish kerak. 4 xil yo'nalish bo'ladi stipendiyada. Masalan, birinchisi dokumentni o'zingiz olib kelish kerak. Stipendiyani dokumentlaringizni Italiyaga olib kelishingiz kerakda, o'zingiz KAF degan ofisga topshirishingiz kerak. Birinchi yo'nalish. Ikkinchi yo'nalishi bor, u onlayn yuklashingiz kerak. Masalan, o'zingiz hamma stipendiyani hujjatlarini to'g'rilaysiz, onlayn ularga mana skaner variantini yuklashingiz kerak. Keyin uchinchi turi bor. Uchinchi turida bular pochtadan jo'natib yuborishingiz kerak ularga. Pochtadan jo'natib yuborishingiz kerak. Keyin 4-xili bor, umuman hech qanaqa hujjat qilinmaydi. Mana 4ta tomoni bo'ladi. O'sha stipendiyani endi siz endi qaysi regionga topshirganingizga bog'liq. Hamma region har xil bo'ladi. O'zini o'lchovlari bo'ladi. Ba'zilari juda ham kam dokument so'raydi, ba'zilari juda ham ko'p dokument so'raydi, ba'zilari 2 marta apostil qildirasan deydi, chunki bir marta tarjimadan keyin yana bir marta qildirasan deydi. Apostilda o'sha tomoni ham bor. O'shanga e'tiborli bo'lish kerak. Masalan, agar hujjat ishlari, masalan, stipendiyaga hujjat qilish niyati bo'lmasa, hujjat topshirmaydigan, umuman hujjat kerak emas bo'lgan stipendiyaga harakatini qilsin. Yoki nima deydi, O'zbekistondan turib emas, nima deydi, bu yoqqa kelib turib KAFga topshirib, u KAFga bu yoqqa kelaman deguncha deadline o'tkazib olish niyati bo'lmasa, onlayn yuklaydigan universitetlarga topshirgan yaxshi. O'zi biladi. U masalan o'zi qanaqa yo'nalish tanlaydigan bo'lsa, qaysi universitet tanlaydigan bo'lsa, keyin bu yoq stipendiyasini o'rganib chiqsa, o'zi bilib oladi. O'zi stipendiyasini qo'lga chiqadi. Har yili o'shani o'qib ko'rsa, masalan, onlayn yuklash kerakmi yoki nima qilish kerak, o'zi hammasi yozilgan bo'ladi. O'shanga qarab tanlash kerak. Masalan, har yili o'zgarishlar juda kam bo'ladi, lekin hozir masalan stipendiyani topshirayotganda, masalan, 5 yil oldingi kolda o'qib ko'rsangiz, hozirgi kolda ancha farq qilgan bo'ladi-da, lekin har yili juda ham kam o'zgarish qo'shib keladi. O'shaning uchun 1 yil oldingisini agar hozirgi yilga chiqmasa, hozir masalan studentlar qiziqayotgan bo'lsa, bu yilginiki hali chiqmaydi, kelasi yil yozda chiqadi, yozga yaqin, bahorda oxirlarida chiqadi. Uni kutib turmasdan, masalan, bu yilga kelgan bolalarni kolini o'qib ko'rib, bemalol tayyorlansa bo'ladi. Unda faqat salgina bitta-ikkita joylari o'zgarishi mumkin kelasi. Rahmat kattakon javobingiz uchun, juda ham foydali ma'lumotlar bo'ldi. Endi menga hozir qiziq tuyulyapti. Lazizjon qanaqa qilib Italiyaga keldi? Nima uchun Italiyani tanladi? Italiyani tanlashimiz ham qiziq bo'lgan. Tarixi. Birinchi o'zi menga qiziq edi, Germaniyani bitta DAD degan stipendiyasi haqida eshitganman. Keyin shunga topshirishga qiziqish bo'lgan. Keyin birinchi yil IT sohalari bo'yicha, o'zim O'zbekistonda ham transport sohasi bo'yicha o'qiganman. Keyin IT universitetlarga topshirdim, shu IT sohasi bo'yicha. Topshirdimda, unda juda ham ko'p bosqichlar bor ekan. Men masalan o'zingiz o'qib yoki tushunish qiyin bo'lishi mumkin. Masalan, birinchi tayyorlanayotgan odamga. Shuning uchun masalan men kerak deb o'ylayman. Qanaqadir mentorlar yoki konsalting firmalar shunaqa paytlarda juda ham muhim deb o'ylayman. Keyin biz konsaltingsiz o'rtog'im bilan, Zuhriddin bilan topshirganmiz DAD degan stipendiyaga. Biz universitetlarga qabul qilindik. Ancha joydan o'tdik-da. Elchixonaga borishda, DAD bilan suhbat qilishdi. O'shandan bitta oldingi bosqichda bizaga rad javobini berdi. Shu bilan masalan butun qilgan ishlarimiz havoga uchdi desa bo'ladi. Keyingi yil biz qarab ko'rdikda, konsalting firmalardan shu mentorlik olishni xohladik. Keyin Toshkentda bitta nomini bilmayman aytish kerakmi yo'qmi, konsalting firmaga topshirdik. Menda yomon experience bo'lgani uchun hozir aytmayman. Konsalting firmaga bordikda, o'sha birinchi to'lovlarni qildik, shu bilan sal hujjatlarni qilib bordik, ular aytgan hujjatlarni qilib berdik. Undan keyin o'sha Italiyada birinchidan Italiyani tanlashimga sabab magistraturada o'qish arzon. Ikkinchidan o'sha payti scholarship berardi. O'sha kelib keyin masalan
darajasiga qarasangiz, boshqa yo'nalishlarni aniq bilmayman, lekin mana meni injiniring yo'nalishimda Italiya ancha yaxshi universitetlar ko'p Italiyada. Shuning uchun Italiyani tanlaganmiz. Keyin mana bunaqa bo'lgan. Boshida hujjatlar topshirdikda, bir 2-3 oydan keyin biz yanvar-fevralda boshlaganmiz. 2-3 oydan keyin biz topshirdik, uje maylada javobi keldi. Keyin pre-enrollment degan narsa bor. Shu menga kelmayapti-da. Hammaga kelyapti-da, ular aytayapti, mana bir oyda keladi, bir haftada keldi deyapti-da. Menga ancha payt kelmay ketdi. Keyin Zuhriddinga ham keldi. Uje ular keyingi bosqichlarga o'tdi, ana vizaga hujjatlarni qilyapti, qolgan dokumentlarni yig'yapti-da. Menga pre-enrollment sizga hali kelmayapti deb menga javob beryapti. Keyin biz gaplashib turibmiz, universitetdan so'rayapmiz deb aytayapti-da. Keyin shunaqa payt keldiki, mana Zuhriddin mana vizaga ham kirib chiqdi-da. O'rtog'im bir xil hujjat boshlaganmiz, vizaga ham kirib chiqdi. Hali ham menga pre-enrollment kelmayapti. Keyin o'sha paytda konsalting firmadan o'zimga emailimni so'raganman-da. Men o'sha ular emaillarni ham o'zlari ochganda, hamma hujjatlarni o'zlari qilgan. Keyin o'sha emailimni so'radim-da, shuni beringlar, men o'zim bir tekshirib ko'rmoqchiman dedim. Keyin o'sha paytda so'radim, mayli berdi-da, so'rab tekshirib ko'rsam, bitta email kelganda, seni kiritgan isming noto'g'ri kiritilgan, iltimos o'sha hujjatni to'g'irla deb pre-enrollment uchun to'g'irlab ber degan bitta sayt bor, University Italy, u yoqdan email yozgan, o'sha isming bilan to'g'ri kelmayapti, hujjatdaging bilan biza o'shani to'g'irlab request qilib ber deganda, keyin ular uni o'tkazib yuborgan. Keyin ancha vaqt o'tgan, ancha payt o'tib ketgan. Mayda kelish kerak bo'lgan narsa uje men sentyabrda emailimni olib tekshirib ko'rsam shunaqa bor. Keyin ularga aytam, "O biza ko'rmanmiz" deganda, shuning uchun ham boya aytganlaringizdek, studentlarning o'zi ham so'rab turishi, meni hujjatlarim nima bo'lyapti deyishi muhim ekan. Keyin olib turib o'sha to'g'irlaganmizda jo'natganmiz. Bir haftalardan keyin pre-enrollment kelgan. Shunaqa qilib Italiyani tanlaganmiz. Juda qiziqarli voqea bo'lgan ekan. Lekin baribir mana keldingiz, juda ham zo'r. Endi qiziq tuyuladi, masalan, qizlarimiz ham baribir topshiryapti. So'nggi yillarda juda ham ko'payyapti. Qizlarimizda qanaqa holatlar yuzaga keladi? Undan keyin vizaga topshirish kerak. Bu jarayonlar qanaqa kechgan sizda? Shu haqida ozroq aytib bersangiz. Mening eksperiencem, mening opitim bolalarga qaraganda boshqacha bo'lgan. Потому что men o'zimizning O'zbekiston konsalting firmaga murojaat qilmaganman. Mening tarixim boshqacha bo'lgan, потому что men уже ishlayotgan bo'lganman. Menga образование kerak emas edi, постоянно ishim bor edi. Bu запасной plan edi menda. Shu o'qishga kirish, ko'rish, chet elga borish. Keyin shu Instagramda o'tirganman, shu chet elga study abroad degan, shu Yevropa degan joylarni nima qilganman. Keyin biriktalarga подписка qilib, kommentariyaga "Я интересуюсь" там bu narsa yozib, o'zlari o'sha menga chiqqan. Keyin shu WhatsApp nomerlarimni, Telegram nomerlarimni berib, bu paytda уже IELTS sertifikatim bor edi, действующий edi. Keyin biz tayyorlab beramiz, o'qishga kirasiz, shundan keyin уже pul masalasini yechamiz deb shunaqa договориться qildik. Keyin shu Zuhriddinga o'xshab menga mayda keldi pre-enrollment. Keyin уже men Toshkentda turib, уже shu viza hujjatlarini yig'ib boshladim. Bu tomon menda juda ham oson bo'ldi, потому что men почти e'tibor bermadim, ham ishladim. Meni ishimda shu manimcha qirg'izistonlik konsalting firma menga aloqa chiqqan edi. Men qirg'izistonlik ekanligini uni Italiyaga kelgandan keyin bilganman. Shu ular ham Sapienzada o'qib ketgan, keyin shu ular ham shu konsalting firma ochgan bolalar bo'lib chiqdi. Keyin viza jarayoni lekin juda ham qiyin bo'ldi, потому что dohodlar so'radi. Shu paytda ishlayotgan edim, ota-onam ham ishlayotgan edi. Ularning dohodlarini, ularning перевод, akkreditatsiya, hammalarini shuni yig'ib juda ham vizani kechirganman, lekin shu viza jarayonini olish ham juda ham menga oson bo'ldi. Menimcha shu besedasidan yengil o'tganman. Rus tilida bo'lgan beseda, ingliz tilida bo'lgan. Rus tilida ham javob berganman. Keyin ingliz tilida ham javob berganman, lekin bitta savoliga javob bera olmaganman, lekin menimcha olmadim viza dedim. Sababi xo'p, Italiyaga borasan, bilasan, menga ichib turadi, yashaydigan joyini deganda, menimcha shu biz O'zbekistonga o'xshab $300 bo'lsa kerak, $300 bo'lsa kerak deganda.
juda ustimdan kulganlar va aytdim shu man o'tolmadim mayli ладно ничего deb ketganman keyin aytganlar shu qimmat bo'ladi lekin tayyormisan dedi. Ha tayyorman, shu dohodlarimni hammasini ko'rsatganman nima qilib. Keyin bir haftadan keyin javob chiqqan. O'sha dekabrda kelganman o'zim. Lekin bu yerga kelganda o'sha men Tojikistonning qizi bilan kelganman. Ular ham shu qirg'izistonlik Kavsan degan firma bilan nima qilganman. Shu ular bizlarda qiyin jarayon, kvartira topish jarayoni qiyin bo'lgan. Juda ham ko'p pulga tushganmiz, sutkalar yashaganmiz. Keyin stipendiyamiz kelgandan keyin o'sha alohida kvartira topib, o'sha men bu Telegram gruppalar, WhatsApp gruppalaridan topib o'sha nima qilganmiz. Lekin bolalarga qaraganda qizlarda osonroq deb o'ylayman, потому что мы все равно немного пунктуальные, hamma narsani vaqtida qilib, shu u qizda ham shu jarayon juda ham yengil o'tgan. Shu o'zi Tojikistondan topshirganda juda ham yengil o'tgan, lekin bu yerga kelganda qiyinchiliklarni ko'rganmishman. Kafka shu o'rganani stipendiya aytibdi, kaf masalasini, потому что ikkita kafga borganda meni hujjatlarimni qabul qilmagan, потому что faqat shu двойное апостилирование degan narsa bor. Shu menda faqat одноразовое апостилирование bo'lgan. Keyin shu kaf masalasini, registratsiya, kodechi fiskali, налоговый номер olish masalasida ham juda ham qiyin bo'lgan, потому что appointment degan narsa bor. Hamma joyda appointment. O'zbekistonga o'xshab shu eshik qoqib kelgan edik, shu olmoqchi edik ma'lumotni degan narsa bilan bir hafta, bir oy oldin примерно appointment olish kerak. O'sha dekabr oyi tugayapti. Мы могли бы не успеть, ulgurmay qolishimiz mumkin edi shu stipendiyaga. Hamma hujjatlarni o'sha berib bo'ldik. Shu 25 dekabrlarda o'sha Christmasga yaqin до Рождества menga o'sha degan полностью full enrollment kelib, уже региональный налогini to'lab, keyin уже официально уже student bo'lganman. Lekin уже birinchi semestr tugab bo'lgandan keyin o'sha kelganman. Juda ham kech nima qilganman men. Shu joylar qiyin bo'lgan edi. Juda ham foydali ma'lumotlar aytdingiz va yuqorida ta'kidladingiz, ayniqsa qizlar baribir bolalarga nisbatan ko'proq narsani biladi deb. Lekin buni oldin ham eshitganman. Shu Zuhriddin aytdi, konsultantskiy firmaga qo'ymaslik kerak, потому что biz shu qirg'izistonlik qiz bilan degan haftada menga постоянно aloqaga chiqar edi, потому что oldindan договоренность bor edi. Ya men ishlayman, sen qilasan, lekin отчетini menga berib turasan, потому что shunga yarasha men pulim ketyapti, seni vaqting ketmasin, meni vaqtim ketmasin. Отчетini berasan, расходini aytasan, потому что hamma narsani sen screenshot qilganman, потому что O'zbekiston emasman, borib ko'rolmayman u odamni deb. Juda ham tavakkal qilganman, mentorlik dasturi ekanda. Da, shunaqa edi. Keyin lekin bir tarafi yaxshi bo'ldi. O'qish bilan keyin tanishib olib, u ham o'qigan ekan. Lekin shu birinchi shu regionальный scholarship olishga, ikkinchiga shu ikkinchi kursni scholarship общежитияni olishga hammasiga shu qiz yordam berdi. Rahmat. Shu yaxshi bo'ldi dedim. Мне повезло. Biz 2021-yil kelganimizda hali endi anaqa Covid endi tarqalayotgan payt edi. Juda qiziq voqealar ham bo'lgan. O'sha paytda ancha aviabiletlar qimmat bo'lgan, aviabiletlar ko'p yopiq bo'lgan, samolyotlar to'g'ridan-to'g'ri uchish bo'lmagan. Через Abu Dhabi yoki через Istanbul kelardik. Qimmat kelganmiz to'g'risi, keyinchalik bildik. O'zi budjetimiz kelishimizda ko'p bo'lmagan. O'zim 2 yil ishlaganman O'zbekistonda, o'sha yiqqanimni bu yoqqa hammasini invest qilib, to'g'risi ota-onamizga qayg'urganmizda. Kelganimizda Covid masalasida ancha qiyinchilik ham, lekin ba'zi qulaylik ham bo'lgan. Masalan, mana Lazjon 2021-yil kelishidan oldin mana hujjatlari kech bitgan, lekin ko'chish fiskalini masofadan O'zbekistondan turib olgan, tasdiqlatib olgan. O'sha agensiya del entrata deydi, o'sha yerga email yozib turib, meni ko'chish fiskalimda tasdiqlab beringlar deydi. Usiz ko'p hujjatlar hal bo'lmaydi, masalan, o'sha scholarship boshqa narsalar. Hozir mana endi tursangiz ham bo'lmayapti-da. Sizdan bermaydi. Bu tomon ba'zi qiyinchilik ham bo'lgan. Keldik, restoranga kirib bo'lmayapti. Shoplarga kirib bo'lmayapti. Chunki bizda bu yerda Green Pass degan narsa hujjat majburiy edi. U Green Pass degan narsa QR kodli. U vaksina qilinganmi yo'qmi shu odam, o'shani aytardi. O'shasiz biz kira olmasdik. McDonald'sga qornimiz ochgan, kirsak, uzr deydi, Green Pass'ing qani deb italyancha so'raydi. Biz endi italyanchani endi tushunib boshlaganmiz. Universitetlar yopiq. Universitetda agar Green Pass bo'lsa, siz o'shanda appointment qilib, bitta joyda zayn qilib, oldingizda 2-3 ta joy ochiq qoldiradi-da. O'sha yerda zayn qilib, darsga keyin borasiz. O'sha
QR kodingizni ko'rsata olmasangiz kirgizmaydi, qaytarib yuboradi. Darvozada tekshirib turardim QR kodni skaner qilib. Ishonish qiyin bor-ku u narsaga. O'sha narsalar bo'lgandir. Zubba ko'rkat bilan o'tib ketarmi? Birovniki bilan emas, zubba bir ko'rkat bilan shundan bossangiz tut etadi, keyin qizil yonadi-da. Qizil yonguncha men o'z xonada bo'laydim-da. Yaqin hech kim ishlamagan lekin buni. Shunaqa o'tib ketganman, keyin bir 2 haftadan keyinmi ana nima Green Pass olganman-da. Ungacha shunaqa qatnaganman. Green Pass'ni ham qidirganmiz ko'p. ASL degan Rimda mana bu Kalsovoyni tashqarisiga qarab yurganmiz 2-3 avtobus qilib, o'sha yerga borib olsa bo'lardi. Ba'zi joylar bermasdi. Unga ham appointment olganmiz. Aytdi. Gruppa haqida qanaqa ochilgan, nega ochilgan? Hozirda Rimdagilar degan gruppamiz bor. Bu gruppada hozir 700 ga yaqin a'zolar bor. Bu a'zolarning ko'pchiligi taxminan 400 tasi Rimga kelgan, shu yerda yashagan, qaytgan yoki hozir ham shu yerda. Ba'zilari endi kelyapti. Xo'p, o'sha gruppa ochilishi tarixi xuddi mana shu muammolar bilan bo'lgan. Ya'ni birinchi kelganmiz mana kimdir onlayn ko'chfiskali olgan, lekin kimdir o'sha agensiya delentratiga borib olmoqchi, ko'p vaqt ketkizmoqchi emas. Shunaqa paytlarda keyin qidirganmiz, hamma ham appointment bermasdi, hamma ham bir narsa. Shunaqa qilib muammolar topib, qanaqa bank ochamiz, shunga o'xshagan muammolarni hamma bir-biri bilan bo'lishi uchun gruppa ochganman. Shu yerda hamma ma'lumotni strukturaga joylab, link qoldirib, joyini, locationini tashlab turib, mana shu yoqqa boringlar, shunaqa gapirsalar beryapti. Kimdir shunda borib turib, menga falon narsa kerak desa, bermayapti-da. Mana falon qo'riqchidan aylanib o'tinglar. Falon anaqa sportelloga deydi, o'shanaqa darchaga borib turib, falon narsa desalaring beradi deyapmiz-da. Shunaqa qilib bir-birimizga share qilganmiz. O'sha postlarim hali ham boshida ping qilingan holatda. Community ham juda kichkina edi. O'sha biza kelgan paytda mana bizdan oldingilarda hech kimdan so'ralmasdingiz-da, mana qanaqa bo'ladi deb. O'shaning uchun o'sha gruppalarda kelib turib, mana birov даже kichkina narsalar ham nimadir yangilik bo'lsa, foydali bo'lsa, o'sha gruppaga yozardi. 25-30 kishidan boshlangan o'sha gruppa. Hozir masalan ko'p odam bo'lib ketgan, hozir hamma ma'lumotni tez almashadi. Shunaqa ko'p yordam beradi, ko'pchilik yordami ham tegadi hozir. Asosan o'sha bilan bitadi ishlar. Shunaqa. Italiyaga kelib oldik endi hammamiz. Undan keyingi o'qish tizimi bor, universitetdagi o'qish tizimlar bor. Aynan shu o'qish tizimini nimasi yoqdi yoki yoqmadi? Hammada har xil holat kuzatiladi. Bu savolga men javob beradigan bo'lsam, misol uchun birinchi kelishimizda Italiyada ta'lim sistemasi umuman ma'qul bo'lgan bizlar uchun. Qanaqa sistemada darslarga qanaqa qatnashamiz, guruhlarga qanaqa kiramiz degan narsalar edi misol. Birinchi navbatda misol talabalar keldi. Enrollment qilgandan keyin to'lovlarni qildi. Uje study plan qilishiga to'g'ri keladi. Study plan tasdiqlangandan keyin uni fanlari bo'ladi. Ya'ni har bir guruh raqami misol uchun 90 bo'lsa, har bir kishiga guruh raqami bo'ladi. Fakultetiga kirganda e'lonlar taxtasida guruhlarni dars jadvallari qo'yilgan bo'ladi. Ya'ni u tanlagan fanlari o'sha yerda haqiqatan birinchi o'quv yilida, birinchi semestrda o'qitilyaptimi? Demak, o'sha xonalari yozilgan. Qaysi professor o'sha xonalarga kirish kerak bo'ladi. Ya'ni o'shanaqa tartibdan boshlanadi. Birinchi bilish jarayoni, ta'lim qanaqa darsga kirib, jarayonga qatnashib ketish kerak. Bu yerga kelgandan keyin, ya'ni networking bo'ladi. Universitetga keldi, talabalarni ko'rdi, o'zbek talabalari, ya'ni SNG, Markaziy Osiyo, Qozog'iston, hamma talabalar birgalikda o'sha ko'radi kelgan. Aynan katta shaharlar, misol uchun Rim shahrida yoki Sapenzada, Tolvergatda agar ko'radigan bo'lsak, universitet keldi, atrofida o'zbek studentlari juda ham ko'p. Kelgandan yordam beradi. Ta'lim sistemalariga moslashib ketish uchun. Ya'ni materiallar bir-biriga yetkazishadi, materiallarni. Undan oldingi yil qanaqa o'qigan, misol uchun universitetdagi undan oldin bitta kurs yuqorida o'qigan talabalarni ham ko'rish mumkin. U tabiiy holat. Bu erkin bu yosh ta'lim sistemasi juda ham erkin. Ya'ni bir yil oldin o'qigan talaba ham, ya'ni yangi kelgan talaba bilan o'qish mumkin. Chunki o'sha fanini yoqmagan bo'ladi yoki qoldirib qo'ygan bo'ladi, 3-yilga o'qigan bo'ladi. Ya'ni Italiyada misol uchun menga yoqqan tarafi erkinlik. Misol uchun bitta kishi bitta mana shu sanada may oyidami yoki iyul oyida bitkazib ketishi majburiy emas-da. Ya'ni kimdir hamma talabani vaziyat har xil. Kimdir iqtisodiy tomondan salgina yetib olib keyin o'qiydi yoki kimdir tez tugatib ketadi. Ya'ni bu erkin demoqchi bo'lganim, ya'ni majburiy mana shu semestrda
shu fan yopilib ketishi kerak. O'qisa, o'qimasa yopilib ketishi kerak degan narsa yo'q-da bu yerda. Ya'ni bitta semestr yopolmadim, ikkinchi semestrda 6 oyda o'zim mustahkamlab, qattiq o'sha o'z sohasida mutaxassis bo'lish uchun o'z alohida kirishib o'qiydi. Ya'ni men shu yilda kirdim, mana shu talaba bilan bitkazib ketishim kerak degan narsa yo'q. Kuch tomonlari kuchli deb o'ylayman. Ya'ni o'zimizning sistemamizda, masalan, bitta kursga kirdi, mana shu semestrda darsga kasal bo'lib qolgan taqdirda ham, uyda kelmay qolgan taqdirda ham bo'lib bitkazib ketish kerak. Domla bilan kelishib, gaplashib yoki qisqa muddatda nimadir qilib yopib ketish kerak. Lekin bu yerda unaqa emas. Bitta semestr qolib ketdi, bir yilni o'ziga misol 7 ta 8 marta imkoniyat beradi bitta fanni yopish uchun. Ya'ni bu tabiiy holat. Umuman bir uyatli joyi yo'q, bu o'qimagan yoki bu shu sohani bilmaydi mutaxassis, ya'ni qoloq talaba sifatida ko'rilmaydi. Professor ham, yonidagi talabalar ham unaqa o'rinda ko'rmaydi talaba. Hamma bir xil, teng. O'qiyaptimi? Bitta yiqildi ekzaminda, ikkinchi harakat qildimi? Bu harakati bor, intilishi bor. Bu muvaffaqiyatli talaba sifatida ko'riladi. Shu tomonlari menga Italiyan ta'lim sistemasi yoqdi. O'zim ham shu narsaga amal qilib, misol uchun bitta semestrda yopolmagan fanimni ikkinchi semestrda misol qattiqroq o'qib, bir marta yiqildim, ikkinchi marta yiqildim. Ya'ni bu yiqilish misol uchun professorlar juda ham kuchli bu yo'lda. Ya'ni siz olmoqchi bo'lgan ma'lumotlarni xohlagancha savol bersangiz, o'shanga bemalol emindirgan javob bera oladi. Ya'ni oldi qochdi emas. Haqiqatan dunyo ta'lim sistemasiga mos bo'lgan ma'lumotlarni bera olishga qodir professorlar. Talabalarni o'zi kuchliroq bo'lishi kerak. Intiluvchan, so'raydigan bo'lishi kerak. Talabalar ko'p kuzataman. Ya'ni mana shu yil ham ko'p kuzatyapman. Talabalar men o'tsam bo'ldi, yo'q 18 bo'lsa bo'ldi degani emas. Juda bir 30%, 40% buni tan olish kerak. 30%, 40% talaba o'qiyman deydi. 60% ishga berilib ketadi. Bu narsa umuman xato deb o'ylayman. Keldi, birinchi navbatda o'qish kerak. Stipendiyani nima uchun beryapti? Talaba mana shu 8300 euro Sapienza doirasida oladigan bo'lsa, Lazio regioni doirasida oladigan bo'lsa 8300 euro eminlarga yetadi deb o'ylayman talabaga. Hozirroq misol uchun boshqa qo'shimcha shanba, yakshanba kuni yoki ta'tillarda ishlab turgani ham 2 yillik umrini sarf qilib yuborish kerak emas deb o'ylayman. Talaba 2 yillik umrini o'qish kerak. Keldimi? Qattiq o'qish kerak. Ko'proq networking, talabalar bilan ko'proq ma'lumot almashinish kerak. Professorga ko'proq murojaat qilish. Bu yerda erkin, umuman professorga onlayn ham bog'lansa bo'ladi. 24 soat professor shu talabalarning ishi shu. Keyingi jarayon ko'proq kreditlar, ballar sifatida tanishtirib o'tmoqchiman. Bitta fanga 3 kredit, 6 kredit, 9 kreditdan beriladi har bitta fan uchun. Hammasiga 30 balldan beriladi. Katta fanlar bo'lsa 12 kredit bizda bor edi. 12 kredit. 3 kreditdan 12 kredit desa desak, lekin har bitta kredit 3 bo'lsa ham 6, 9, 12 bo'lsa ham 30 balldan beradi. 30 ball, 18 balldan yuqorisi o'tadi, 18 ball. 18 olish uchun ham oson emas. Aslida u uchun ham bir 20 kun, 25 kun vaqt sarflash kerak 18 olish uchun. Chunki professorlar prosta tak yuzi uchun, kelib bergani uchun o'tkazib yuboradigan sistema emas bu yerda. O'sha 18 olish uchun ham nimadir bilish kerak bo'ladi. Nimadir bilsagina o'tkazadi. Bo'lmasa shu tomonlari juda ham yaxshi taassurot qoldirgan. Talabalarga maslahat beraman, o'rtacha 27-28 daraja yopish kerak o'rtacha. Bo'lmasa 29-30 maksimalniga harakat qilish kerak. Qancha maksimaldagi 30 ga harakat qilsa, u baribir 100% ideal emas, 100% ideal qilib javob beradi. 27-28 olsa ham bakalavr bitkazadi, magistr bitkazadi, oxirida 110 dan 110 olish imkoniyati ko'proq. Men o'zimni atrofimdagi kursdoshlarim ham xuddi shunaqa 27-28 darajada yopganlar 110 dan 110 daraja olishdi. Ya'ni bu narsa qilish uchun qanaqa tartibda o'qish kerak? Darsga doimiy qatnashish kerak. Bu yerda erkin ta'lim degani faqat boshqa davlatga borib, yurib yoki O'zbekistonga borib, nimadir ish qilib yurib o'qish degani emas. Bu bilan o'qish bo'lmaydi bunaqa darsda. Doimiy qatnashish kerak. Kutubxonalar 24 soatlik kutubxonalar bor Italiyada. Talabalar shu darajada ilmga chanqoqli, ya'ni Italiya talabalar, ya'ni bular 10 yil, 15 yildan beri shu narsa bularni tanasiga singib ketgan, ya'ni faqat o'qish kerakligi. Ya'ni universitetga kirdik, eshik oldidan ostonasidan boshlanadik, qo'liga kitob olib o'tirib olish. O'sha yerda ovqatlanib, o'sha yerda kitob o'qib, kerak bo'lsa piknik qilib, mana bahor oylarida piknik qilib, kitob o'qishadi, ovqatlanishadi, orada charchasa dam olib uxlab olishadi. Ya'ni bular umuman boshqa narsa o'ylashmaydi, ya'ni ish masalasi. Pul topish masalasi o'ylashmaydi. O'zi bunday olib qaraganda boshqa butun Yevropa yoki butun dunyo davlatlarining hammasini taqqoslab chiqqanimda Italiya o'zbek talabalar uchun eng ideal variant. 100% grantda yotoqxonasi bor. 2 mahal ovqati ham bor. Scholarshiplargacha bor. Va ideal variant. Bizda talabalarning shunaqa narsa bor. Chet elga keldim, bo'lmayman, pul topishim kerak. Yo'q, birinchi o'qib,
maqsadi o'qish. Agar o'qimaydigan bo'lsa, faqat ishga berilib ketadigan bo'lsa, u Rossiyaga borgandek bo'lib qoladi-da. O'qish emas, u pul topishga kelgan bo'lib qoladi. Migrant juda ham shu imkoniyatdan foydalanish kerak. 2 yilmi? 2 yil. O'qishga imkoniyat faqat shu 2 yil davomida berildi deydi, qayta berilmaydi bu imkoniyat. Chunki inson yoshi katta bo'lgan sari boshqa tashvishlar paydo bo'lish boshlaydi. Boshqa ishlarni qilish kerak. Mana shu 2 yil davomida talabalarga maslahatim, kelib birinchi navbatda yangi davlatga keldimi, uni tili birinchi darajali muhim. Ko'chaga chiqdi, do'konga kirdi, bozorga tushdi, avtobusga, metroga tilini bilish kerak. Ya'ni u davlatning tilini gapirsangiz, o'zi xursand bo'ladi, yordam bergisi keladi, yangi o'sha mahalliy aholi yordam bergisi keladi, ularning tilida gapirsangiz. Chiroyli munosabatda bo'lish kerak, pozitiv munosabatda bo'lish kerak. Ya'ni hech qanaqa tortishuv, janjal, konfliktga olib keladigan vaziyatlardan qochish kerak deb o'ylayman. Ya'ni umuman Yevropada. Ya'ni professorlar hammani bir xil ko'radi. Bu yerda hech qanaqa ism, familiya, sen yaxshi o'qiysan, sen yomon o'qiysan degan narsa yo'q. Hamma talabani raqam holatida ko'radi, matrikol raqam holatida. Sen misol uchun 1 yil o'qitgan professor ham uni tanimasligi mumkin, misol, lekin u harakat qilib zo'r natijaga olib, u faqat o'zi uchun kerak. Faqatgina professor tanib olishi, unga chiroyli munosabat qilishi yoki podrishka qilib yaxshi baho qo'yish emas. U o'zi his qilish kerak zo'r mutaxassis bo'lib yetishganligini. Qachon 2 yil o'tgandan keyin yoki 3 yil o'tgandan keyin bitqizganidan keyin afsus qilmaslik uchun endi kelgan talabalarga boshidan mustahkamlab, professor nechta material, nechta textbook, nechta keyslarni tavsiya qilgan bo'lsa, hammasini bir boshdan o'qib yopish kerak. Ya'ni o'tsam bo'ldi emas, zo'r qilib yopishim kerak deyish kerak. Endi qo'shimcha qiladigan bo'lsam, menda qo'shimcha bor. Mana aytgandek, haqiqatan professorlar bilan imtihonga kirish, suhbat jarayonida o'tishlari ancha erkin va shu bilan birgalikda O'zbekistonda bilamanki, bir imtihondan qolib ketsa, qayta to'lov qilinadi. Bu yerda unaqa narsa yo'q. Agar qolib ketsizmi, xohlasangiz mana balim yaxshi chiqmadi, domla professor, boshqa safar yana javob beray desangiz, "Пожалуйста" deydi. Masalan, bunaqa holatlar ko'p bo'ladi. Shunchaki qayta topshirasiz, hech qanaqa moliyaviy jihatdan og'irligi kelmaydi. Va professorga bir marta imtihon topshirasiz, ikkinchi menga yoqqan tarafi, siz juda ham yomon javob berdingiz deylik, 18 ga ham yetmading deydi. Juda ham sizdan anaqa ko'ngli tushib ketadi, professor tanigan yoki tanimagan bo'lsa ham. Lekin keyingi safar 2 haftadan keyin kelasiz, mana bo'lar ekan-ku deydi. O'zbekistonda shunda anaqa borki, bu yerda nimadir ishlatding sen, qanaydir anaqa qisqa yo'l bilan bir narsa qilding, ishonmaydi-da. Yaxshi bo'lsa birinchi imtihonda o'tardi deydi. Sen kuchli bo'lganda o'tib ketgan bo'larding, bu yerda bir gap bor deydi. Ishonch yo'q-da bunaqa joyda. Italiyada bunaqa narsa ko'rmaymiz. Birinchi safar umuman o'ta olmagan bola, keyingi safar 29-30 urib o'tib ketadi. Xursand bo'ladi. Professor xursand bo'ladi. Mana ish va o'qish balansi haqida gaplashdik. Siz ham aytdingiz buni. Endi lekin umuman boshqacha misol ko'rishimiz mumkin. Masalan, Lazizjonda o'qish bilan birgalikda bir nechta joylarda ishlaganini ham ko'rishimiz mumkin-da. Bu natijaga qanaqa erishdingiz? Balansni saqlash deganda. Menimcha men balansi saqlamaganman deb o'ylayman. Chunki qilib topib oldingiz degan bo'ladi. Chunki men birinchi yilda kelganman, Covid payti edi. Darslarga borardimda, darsda auditoriyaga borsam, masalan, bir xil darsda siz offline borsangiz bo'ladi, lekin professor o'sha xonada o'tirmaydi. Professor uyda o'tiradi. Men Covid bo'lgan uchunda siz bordingiz, bormadingiz qiziqmas. Keyin bu yoqqa kelishimdan oldin ham o'zi dasturlashga qiziqardim. Masalan, bilmadim, boshqa yo'nalishlarni, lekin injenerlar rostdan ham o'zlari yaratayotgan yoki o'rganayotgan algoritmlarni, u qaysi injener bo'lishdan qat'iy nazar bironta bir kodida yozib, o'zi his qilib ko'rish kerak. Shuning uchun men dasturlashga qiziqqanman. Keyin bu yoqda kelgandan keyin bir 3 oycha darslarga qatnadim. Keyin menda salgina o'sha zerikish paydo bo'ldi. Shu o'qishdan qoniqmadim. Darslarni, magistraturani bilmadim, bir haftasiga 20 soat o'qib, hammasini qilib qo'ysangiz bo'ladi. Keyin o'sha paytda O'zbekistondan o'rtog'im borardi, onlayn kursga qatnashardi, dasturlash bo'yicha. Keyin o'sha onlayn kursda bootcamp ko'rinishida haftada 5 kun dars bo'ladi, bitta dars 8 soat bo'ladi. Haftada 5 kun 8 soat bo'ladi. Ularda
soat 11 da boshlanardi, bizani vaqt bilan 8 da boshlanardi, men Italiya vaqti bilan. Shunaqa qilib 5 oy kursga borganman. Universitetda o'sha paytda umuman tashlaganman. Darslarga birinchi semestrda o'qigan 2-3 ta fanimni yopganman. Keyin shu bilan 5 oy universitetga, chunki hafta kunlari edi, bora olmasdim. Lekin bu yoqda darslarni yaxshiligi, hozir o'qimasangiz ham keyingi semestrda o'qib, o'shalarni yetkazib olsangiz bo'ladi, qayta yopsangiz bo'ladi. Shunaqa 5 oy xonadan chiqmasdan bitta joyda o'tirardim. Ba'zi mana o'rtoqlarimiz navbatchilik qilib, ovqat bir narsalar qilsa, o'sha men navbatchi ham bo'lmaganman. Hamma narsadan ozod bo'lib, faqat 8 soat dars bo'lardi. Undan keyin darsdan tashqari yana uyga vazifa uchun 7-8 soat vaqtingizni o'sha uyga vazifa uchun sarflashingiz kerak. O'rtacha 15-16 soat kompyuter oldida o'tirardim. Shunaqa qilib 6 oy o'qidimda, 5-6 oy o'qib turib, yoz keldi. Keyin uyga ketdim. Uyga ketdimda, yana qaytib kelgandan keyin kuzda, keyin ishonch juda ham yuqori, keyin endi IT dasturchiman degan odamda ishonch bor ichida. Shunaqa qilib CV tayyorlab, ishxonalarga topshirishni boshladim. Boshida 1 oy mana CV jo'natasiz, umuman javob kelmaydi. Hech kim javob bermaydi. 100 ta kompaniyaga jo'natasiz, bitta ham javob kelmaydi. Keyin boshqa Yevropada ITchilarning guruhlari bor. O'shalardan har xil maslahatlar olib, birinchi o'rinda CVni to'g'rila dedi. CVni to'g'rilagandan keyin, masalan, 100 ta joyga topshirsam, 1-2 tasidan javob keladi, bir xil aytadi. Ko'pi keyin Italiyada masalan til talab qiladi. Kamchiliklardan bittasi, masalan, hamma kompaniyalar ham international kompaniya emas, hamma mahalliy kompaniyalar. Ular ingliz tili bilsa ham, lekin muloqot tili italyan tili. Shuning uchun til so'raydi ko'p kompaniyalar. Lekin mana bizning sohamizda ITda, injineringda yaxshi tomoni unchalik emas. Talab qiladi, lekin unchalik emas. O'zlaringiz tillaringiz bo'lsa, o'ta kodovый языkingiz. O'ta juda mahalliy bo'lsa so'raydi. Lekin ko'p kompaniyalarda masalan o'zlari italyancha gaplashsa ham, lekin siz mana inglizcha bilsangiz, sizga inglizcha gapiradi yoki yordam beradi, shunaqa tushuntiradi. Keyin shunaqa kompaniyalarga topshirib boshladim. O'rtadan 4 oy o'tib ketdi. 4 oy CV tayyorladim, o'rtada fanlarimni yopdim. Keyin shunaqani ishonch sekin qaytib boraveradi. Menda muammomikan deb o'ylaydi odamda o'zida. Shunaqa payt ayniqsa birinchi ish topishda u hammada ham o'tadi. Masalan, umuman begona yurt, masalan, ingliz tilida emas, keyin yana bu sohada siz masalan italyan odam bilan taqqoslaganda ancha skilllaringiz baland bo'lish kerak edi. Bo'lmasa ularda italyanni olgan yaxshiroq, mana italyan tili gapiradi, shu yerda yashaydi, hamma narsasi ularga mos. Keyin topshirdimda, yana bitta minus tomoni ishga topshirayotganda biza student bo'lganligimiz uchun bizani viza typeimiz D-type deydimi, anaqa student permisi bo'ladi. Permit of stay studentlarga bo'lgani uchun ular bir xil kompaniyalar seni bizaga permiso turing to'g'ri kelmas ekan deydi. Student ekansan deydi. Biza student bilan deydi yoki cheklangan soatga, masalan 10-20 soat maksimumga yoki umuman bizaga to'g'ri kelmaydi deydi. Shartnoma qila olmaymiz deydi. Bu bitta kamchiligi. Masalan, studentlarga ish topishidi. Undan keyin topshirib bir yechim topildi. Anaqaga topshirdim. Italiyada mana bu tomonda orol bor, Sardiniya degan orol bor, u yoqda Cagliari degan shahar bor. O'sha yoqda bitta Green Share degan kompaniyaga topshirdim. Topshirdimda intervyu bo'ldi, birinchi technical intervyu bo'ldi, undan keyin o'sha kompaniyaning CEOsi bilan gaplashdim. Keyin u aytayotgan pul juda ham kam pulda. U yoqqa siz mana o'qishingizni tashlab borishingizga unchalik ham to'g'ri arzimaydi. Keyin menga puli to'g'ri kelmas ekan dedim. Keyin bir haftalardan keyin o'sha kompaniyaning ownerlari yana qayta aloqaga chiqdi. Bizada dedi
mana shu green shareda ishimiz kamroq dedi, lekin boshqa position bor dedi, universitetda researcher position dedi. Mana shuni taklif qila olamiz dedi. Puli ham unga nisbatan ancha yaxshi pul aytdi. Keyin mayli boraman dedim. Keyin shunaqa birinchi ishlarimizni topganmiz. O'sha researcher orqali hozir PhD ga ulanib ketganda demak yoki bu alohida. U ham plus bo'ldi desak bo'ladi-da. Shunaqa, masalan, o'zim tadqiqot qilishlarga qiziqardim. O'sha yoqda 2023-yil aprelning boshida 2022-yil aprelning boshida borganman. U yoqqa borib, universitetda researcher bo'lib ishlardim. Yaxshi tomoni universitetda ishlardimda. Uni kontrakt turi u yoqda soatbay emasda, masalan, qanchadir payt bu yoqda bo'lishingiz shart emas. Keyin o'sha o'zim topshirgan Green Share kompaniyada ham ishlardim. Researcher bo'lib kompaniyada ishladim. Keyin shunaqa qilib o'sha yoqda 2024-yil noyabrgacha shu ikkita joyda ishlaganman. Ularni yaxshi tomoni Rimga kelishimga ruxsat berardi, kelib turib ba'zi fanlarimga qatnashib, bu yoqda magistraturamni o'qirdim. Mana student holatda ham deyarli full time bo'lib ishlasa bo'ladi. Ayniqsa bu hozirgi kunda dasturchi bo'lib yetishib borayotgan, lekin hali o'qishni tugatmagan bolalarga juda ham qulay. Biz mana shuni guruhlarda ham tavsiya qilyapmiz. Do'stlar, ukalar yozyapti, akalar ish qidiryapman, falon narsani o'rgandim, falon yo'nalish dasturdaman, dasturchiman. Endi hozir ish topish student bo'lib qiyin bo'lgani uchun biz aytganmizki, mana Sapienzada yoki boshqa universitetlarda researcher bo'lib, professorga o'zi hamma skilllarini, qobiliyatlarini ko'rsatgan holda, suhbatni olgan holda shunaqa pozitsiyalar olsa bo'ladi-da. Shu bo'yicha agar savollar bo'lsa, o'zimizga ham murojaat qilsa, guruhga murojaat qilsa ham bo'ladi. Yordam beramiz qo'limizdan kelgancha. Juda zo'r informatsiya, ma'lumot bo'ldi. Shunaqa. Hozir qiziq tuyulyapti. Qizlar ham endi baribir ko'payib bormoqda. Yuqorida ham ta'kidladik. Ular nimalarga tayyor bo'lib kelish kerak yoki oylik qancha xarajat qilishadi? Ular haqida ham qiziq baribir. Qizlardan oladigan bo'lsak, chet elga, o'sha chet elga kelgan любой odam hammasi pozitsiyasi birdek bo'ladi-da. To'g'ri, bu chet ellik odam til bilmaydi, o'qishga keldi, u ham shu muammosi. Hammada bitta muammo. Pul masalasi, yotoqxona masalasi, ish masalasi. Bittalari bor, shu scholarship ham yetmasdan shu arendaga to'lab ishga chiqib ketadilar. Shu Lazjon aytgandek, polностью o'qimaydilar, faqat ishlaydilar. O'qishga qatnamasdan faqat imtihon topshirib ketadilar. Midterm imtihonga keladi, final imtihonga keladi, o'tib ketadi. Shu ko'chada ishlab yurgan qizlar borlarimiz o'tsam bo'ldi, shu Abror aytdi, o'tsam bo'ldi deb, потому что уже ularning maqsadi shu ishimni tugatsam bo'ldi, ishimni arendaga qoplasa bo'ldi degan masala. Lekin o'zimning bir ikkita kursdoshlarim bor. Darsga kelmaganlar lekin. Yo'q, qizlar kursdoshlarim bor. Ular shu scholarshipni ola olmagan, majburlikdan lekin chiqib ketdi. Ularni ham tushunsa bo'ladi. Shu keyin shu ikkinchi yil o'sha degan shu bizlar bilan qo'shilib, keyin darsga kela boshlagan ular. Lekin menda undan bo'lmagan. Men shu full time qatnashganman. Shuni orqasidan vaqtida midterm topshirib, vaqtida finallarda topshirib, keyin shu oktyabrda diplomni yozib, o'sha bitirib ketganman. Yana nima demoqchi edim, hozir bitirgan bo'lsam ham shu hozir shu Lazizning yo'lini o'tolmayman. Shu men ham shu CVlarni nima qilib, bu Lazizjonning shu podxodini olsam ekan, men ham o'zimizda O'zbekistondan kurslarni olib, men soham bo'yicha, law soha bo'yicha, international law soha bo'yicha shu 3 oymi, 5 oymi kurslar deganlar bor ekan, shunga ham pulini to'lab qatnashib, keyin shuni portfolio qilib yoritib, keyin ularga ishlarga apply qilsam ekan dedim, потому что shu ingliz tilida vaqt o'tib ketyapti va o'sha oktyabr, noyabr, dekabr 3 oydan beri nechta joyga, bir ikkita joylarga application qildim. Shu experience bor emas, bor. O'zbekistonda ishlab kelganman. Lekin bu yerda degan ular uchun men hech kimman. Til bilmayman. Yurisprudensiya ravno bu yerda o'zini tilida, o'zini tam you need to take a pass bar degan bor. Bu degan, misol uchun o'zimizdan Уголовный kodeks Respublika O'zbekiston, Уголовный protsessualniy kodeks, kriminal
Kriminalniy pravo Respublika O'zbekiston bo'lsa, o'zimizning qonunchiligimiz bor. Ularni ham shunaqada. Men ularda advokat, legal assistant bo'lib turish uchun shu narsani o'tdingmi deb italyanskiy kodeksni bilmayman men. Na гражданский bilaman, na уголовный bilaman, na международный bilaman. Ular международныйsi ham ularni o'zimizda degan misol uchun qonunlarimiz bor. Bu международный отношения bo'lsa, согласно вот такому закону, shu qonunga. Ularda ham shu narsada. Bilish uchun davron tilga aylanib kelamiz biz. Tilimiz yo'q. Bu yerda opit yo'q. Ularga kerak emasmiz. Shu uchun keyin boshqa ish izlab boshlaymiz. Hozir Brekda shu Yevropani imini ingliz tili baza bo'lib, ularni nemetskiy, italyanskiy optional bo'lgan joylarni men bu filtr qilib shularga apply qilaman. Точно apply qilaman. То, что у меня опытым bor, согласно на минимальную сумму qilganni o'zim ko'tara olaman deb. Qo'l aytganda 5 yillik ishlagan o'pitimda pastga tushirib, lekin sizlarni o'zimni ko'rsata olaman deb точно qilaman. Qiynalib bittasidan ham javob kelmadi, потому что admission deadline deganlari shu sentyabrda ochilgan, dekabrda tugaydi. Ish esa keyingi yil yozda boshlanadi. Bu degani, значит, shu davr davomida nechta application ularga keladi? 5000 ta yaqinda. Ularni Yevropaning o'zining studentlari bo'lsa, men o'zi o'ynamay qolaman, o'zi logически. Хотя бы yo'qdan yaxshi-ku deb topshirib, o'sha ro'yxatni tuzamiz. Keyin o'ylab qaraman shu, может, какие-то курсы надо deyman deb, потому что bu magistratura oldim. O'zbekiston uchun men yetarli da opit O'zbekistonda bor. Bakalavr bor, chet elda o'qib kelgan. Это вообще галочка bo'lib turibdi. Yevropada men hech kimni yana o'qishim kerak, дополнительно yana o'qib, yana tilni o'rganishim kerak. Til sertifikati, дополнительный kurs sertifikati, shu kurs sertifikatga asosan u case'larni qildim, portfolio yoritdim, bu bittalar bilan kollaboratsiya qilib shularning uchashniki bo'ldim. Shunaqangi показательlar ularga kerakda. O'zbekistonda masalan operativность men bu tezlik bo'lsa, bu yerda качество и точность kerak ekanda. Shundan men bu shift qilaman deb bag'rim shokka tushaman hozir, потому что keyingi yozgacha ham keladigan javobni degan kutishim kerak-ku, ishlash kerak-ku, qayerda shu vaqtida studentlar degan o'qishga qatnamasdan, lekin ishlaganlar shu ishni davom qilib, o'qishni bitirgandan keyin shu ishni davom qilyapti-da. Biz o'qib, keyin ish izlaymiz, biz boshqacha bo'lib, yangidan boshlaymiz. Shu men bu перемена bilan disbalans bo'lyapti. Qiynalyapman rostini. Qiyin lekin odamlar qanaqadir servisga appointment oladi, bu yoq mana ish uchun yozga appointment olyapti ekan. Da, вообще. Salgina yoritib ketsam, misol qo'shimcha qilib. Endi mana bakalavr bitkazdi, magistraturani bitkazdi, talabalarni nima qilib turibdi? Birinchi navbatda ularning holati permisida so'jyorni bu talaba hali. Bu vaziyatni nimasini o'zgartirish kerak, o'zining darajasini o'zgartirish kerak. U bitkazdi, bitiruvchi endi cherkov lavori degan narsa bor. Ta'rida ish izlovchi degan kartani olish kerak. Masalan, biz kursdoshlarimiz bilan baxt bilan topshirganmiz shu narsaga. Cherkov lavori bizdagi 2026 tugadi, yana 1 yil imkoniyat beriladi cherkov lavori uchun. O'sha 1 yil davomida kompaniyalarga ish izlashda topshirish mumkin. Bu Italiya hududida. Lekin boshqa Yevropa davlatlariga ham ish topshirish mumkin agar taklif kelsa ishdan. Ya'ni ularni o'zini ishchi vizasiga topshirish kerak bo'ladi, lekin bu cherkovlar Italiya hududida. O'zgartirdi, qanaqa qilinadi? Bitkazdi, magistratura, bakalavr bitkazdi. Ya'ni xuddi o'zimizga mehnat birjaga ro'yxatga qo'yiladigan joy bor. O'sha yerda haqiqatan o'qish bitkazdi degan hujjatni olib kelish kerak. Bu Questuraga, ya'ni o'sha pasportni install, o'zimizning sistemani pasportni install deb taqoslasak bir-biriga o'sha joyga o'sha mehnat birjasidan olib kelingan hujjatni enrollment o'rniga topshirish kerak bo'ladi. Ya'ni haqiqatan bitkazganlik bu cherkov lavori berishga loyiq degan narsani ko'rsatib berish kerak bo'ladi. Bu narsani oldi, yana qanaqa qilib topshirish kerak xalqaro kompaniyalarga. Universitet emailiga ham kelib turadi, doim reklamalarda kelib turadi. Career Days degan nimalar o'tkaziladi, tadbirlar o'tkaziladi. Ya'ni u yerda o'nlab kompaniyalardan xodimlar kelishadi. Ular o'zlarini ishlarini yarmarka qilib tanishtirishadi. Talabalar birin-ketin o'sha yarmarkalarga boradi. Ya'ni ularning ichida 10 ta kompaniya bo'lsa, 3 tasi ingliz tiliga ixtisoslashgan kompaniya bo'ladi. Ya'ni 50-50 ba'zida fransuz tili, nemis tili yoki italyan tili, ingliz tili, lekin ingliz tilini ham o'sha holatda oladi. O'shanaqa topshirish bor. Keyin LinkedIn, Glassdoor, Indoor shunaqa applicationlar bor. Ularda JobTeaser degan platforma bor. Ulardan topish kerak butun Yevropa bo'ylab. Topshirib qo'yiladi, kutiladi. Ya'ni bir kunning o'zida 100lab, 200lab kompaniyalarga
hujjat topshirsa, ariza topshirsa bo'ladi. U uchun Yevropa sistemasi darajasiga CV tayyorlash kerak, cover letter, motivation letter tayyorlab, o'sha qilgan ishlarini ko'rsatib borish kerak bo'ladi. Bundan tashqari, men o'zimni tajribamda ko'rdim, o'rganib chiqdim, ya'ni shu jarayonda bo'lganim uchun qanaqa to'siqlar bo'ldi, misol uchun. Shu paytgacha biz birorta kompaniyada internship, traineeship qilmaganmiz. Ana o'sha jarayon to'siq bo'lib turibdi. Xohlagan kompaniyaga hozir murojaat qilsak, birinchi darajada internship qilishing kerak, traineeship yoki volontyor bo'lib kirishing kerak. Misol uchun xalqaro UN'da kiradigan bo'lsak ham volontyor bo'lib kirishimiz kerak. Haftada 2 marta, 3 marta borib, ya'ni tekin ishlab berishimiz kerak. 6 oy yoki 3 oy bo'ladigan bo'lsa, bizni nimaga qobiliyatligimizni volontyor sifatida ko'rish kerak. Ana o'shanda biz o'sha joydan keyin topshirsak olish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri faqatgina application topshirib qo'yib kutish, bu просто takani odam sabrini sinash bo'ladi. Bola vaqt o'tgan sari motivatsiyasi tushib ketadi. Shu. Bu uchun volontyor bo'lib kirishni tavsiya beraman. Ya'ni borgan kompaniya volontyor bo'lganingizda hech qanaqa pul to'lamaydi. Siz yurganingiz, harakatingiz bular uchun o'sha qanaqadir talabaning harakati bor ko'rish kerak. Siz o'zingizni ko'rsata bilasiz kerak-da. Siz mavhum odamsiz. Kompaniya uchun onlayn yuborishi mavhum odamsiz. Uni yasab ham ko'rsatib berish mumkin. Men bu yerda o'qiganman, yo'qda o'qiganman, lekin real in person holatida uni darajalarini volontyor bo'lib ko'rsatib berish kerak bo'lgan. Shu yerda bir narsa esimga tushib qoldi. Alma Laura degan platforma, veb-sayt bor. Shunga o'xshaydi. Mana internshiplarga topshirish uchun qulay. Kompaniyalarni universitet bitiruvchilar bilan bog'laydigan portal. U yerda shu bitiruvchi talaba o'zining akkauntini tayyorlaydi. U yerda ham CV ga o'xshab o'zining experience-ini, bitirgan ballarini, shunaqa narsalarni tayyorlaydi. Bu yoqdan kompaniya o'zining akkauntini ochgan holda o'ziga kerak bo'lgan professiyalarning e'lonini chiqaradi. O'sha e'londan topshirasiz. Bu yerda ko'rganlarim ba'zilar tekin edi, ba'zilar lekin oyiga 800 yevrolik internshiplar taklif etardi. Bu yerda to'g'ridan to'g'ri borib firmaga topshirmaysizda, bu yerda o'sha Alma Laura sizga yordam beradi. Firmani sizga hujjatlarni tayyorlab qisman yaqinlashtirib beradi erkinlik qilib. Shu yerda qo'shimcha qilmoqchiman. Misol uchun men bitirdim, undan keyin hozir praktika boshlamoqchiman. U narsa bo'lmas ekanda. O'qiyotgan paytda birinchi kursda o'sha job teaserga registratsiya qilish kerak. U yerda объявление keladi, какие-то вот карьер day bo'ladi. Shularga qatnashib, o'sha shu paytdan boshlab praktika qilib, praktikaga chaqirdimi, o'qishni bu yerga surib qo'yasizda, praktikani qilasiz. Shu bilan keyin CV ga qo'shib ketaverasiz. Praktika degani bu o'qish davomida degani. Hozir men degan bir ikkita joylarga application kecha ham qildim. Internship degan joy, intern degan joylarini ko'rdim. You need to be enrolled you need to be at university, not graduated degan joy bordi. Bitirgan bo'lishing kerak emas, sen уже o'qishga kirgan bo'lishing kerak deganda. Eleji bittalari bor, intern degan pozitsiya recently graduated degani yangi bitirgan degani. Это значит, ko'p o'tmay, это значит, все равно минимальный срок 6 oy ichida degani, пока у них позиция открыта на 6 месяцев, да, shuning ichida degan topshirishing kerak. Конечно, ularda konkurensiya bo'ladi. O'tgandan keyin intervyu bo'ladi. Intervyudan keyin shu Laz Johnga o'xshab turgan CEOlar bilan gaplashar ekan. Keyin oxirida oliylarni ham kelishar ekan. Keyin oxirida undan keyin o'sha kontrakt tuziladi, imzo qo'yiladi. Bu praktika internship degani o'sha hozir kelayotgan studentlar hozirdan boshlab o'qishga kirgandan keyin shunaqangi platformadan zaranniye registratsiya qilib, xabarlariga hamma joyga degan men bu уведомление qo'yib, iloji bo'yicha qatnashib, o'zlarini ko'rsatib, хотя бы ko'rib kelib, ha bu bunaqa ekan. Shu kechaga shu Aurora aytdi, karyerlarga borib keldim men. International agency deb qo'yibdi, shu international organization. Shunda shu 18 tami 16 tami organizatsiya qatnashdi. Men aytdim, shu yaqinda bitirdim desam, "Нет, у нас позиция только на практику" dedi. Shunda shu 16 dan bo'lsa, shu 10 tasiga to'g'ri kelmadim. Faqat 6 siga. O'sha kechman dedi. Men bitirgandan keyin bilaman bu narsani. O'qish davomida hech kim shu darajada degan o'zimizdan O'zbekistondan, Qozog'istondan, shu SNG davlatlardan может qolish bitmaganmi, kam qatnagan. Men bilmayman ular ham bilmaydi, men ham bilmayman. Shu bilmasdan o'tib ketdik-da, qo'pol aytganda. Faqat o'qishga qatnadim, O'zbekistonga o'xshab diplomni olib, endi hozir ishsiz ham, praktikasiz ham o'tiribman-da. Hozir o'ylayotganim shu yana magistraturaga kirib, PhD ga kirganda shu paytda o'sha yana internship или shu fellowship degan narsalar shunda qatnashib olish kerak. Va время учёбы, va protsess обучения.
o'qib bo'lgandan keyin shans juda ham kam. Bitta misol uchun shu 16 dan bo'lsa, 10 tasini to'g'ri kelmasam, 6 tasi, наверное, bizlarni degan kurslarimizga emas, natsionalniy proyektga to'laysiz. Обязательно волонтерство majburiy. O'zingiz volonterstvoga biletini to'da обратно olasiz, потому что bu proyektning ichiga kirilganda o'sha majburiyat bilan nima qilib ketadi bizlarni. Unga lishniy расходingiz yo'q desa, o'sha oldindan to'lagan proyektingizga pulingizni ola olmaysiz. Yo'l yo'rgamas, bu yo'rgamasda. Shuning uchun o'qiyotgan studentlarga все равно шансов очень много deganda. Studentlar kelgan studentlar o'qiyotgan davrda O'zbekistonga ketishga shoshilmasa, demak vaqtida qilib olish kerak ekan internship va shunaqa kollaboratsiyalarni. Da. O'sha boya aytgandek universitetlarda ham universitetlar hamma professorlar, departamentlar juda ham ko'p European Union tomonidan moliyalashtiriladigan proyektlar yutadi. Masalan, bizning transport soha bo'yicha nimalarnidir optimizatsiya qilish bo'yicha, raqamlashtirish bo'yicha proyektlar yutadi. Keyin o'shanga universitetlarning o'zining sayti bor. O'sha mana millionlagan yevro pul yutadi ular bitta proyekt uchun. Keyin unga masalan o'sha guruhni o'zi yetmaydi yoki men PhD studentlar, professor o'zi yetmaydi. O'shanaqa paytda ular universitetda mana ichki saytlarida kolla ochadi. Masalan, mana bu ishni qilish kerak, mana bu skilllar kerak deydida. Ular masalan ingliz tilida gapiradigan o'quvchilar uchun birinchidan juda ham zo'r internship desam bo'ladi. Puli ja unaqa zo'r emas, lekin yomon emas. Tajriba oshirish uchun, mana shu sferaga kirib kelish uchun juda ham yaxshi bitta Qanday topish kerak shuni? ular hammasi universitetlarni endi ichki saytlardada uni faqat mana o'zingiz buni aniq bilishingiz kerak. Mana departamentlarni ichki saytlarida borda, masalan, mana Google Chrome'ga kirib yozursangiz chiqolmaydi. Uning uchun sal izlanib topshiriladi. Topolmadim lekin. Men izlarda topolmadim. Ilova qo'ysak bo'ladimi? Misol mana shu saytlar, tagida ilova qilib qo'ysak intervyuni ostiga kerak bo'ladigan saytlarni, kompaniyalarni saytlarini qo'yib qo'ysak 5 minut bo'ladi. Masalan, men ko'rsatishim mumkin. O'sha masalan Kalyari universitetida qanaqa qilib topganim, qaysi Keslam. masalan men ko'rsatib berishim mumkin. Kalyari universitetida qanaqa qilib topganim, qanaqa qilib ular kolla ochishi, qanaqa qilib topshirilishi yoki mana Sapiens'da qanaqa qilib topshiryapti, qaysi saytdan topshirilganini ko'rsatib berishim mumkin. Shu havola ham berishimiz mumkin. Uni LinkedIndan topganmi deysiz? Hozir bu ichki grantlarni aytyapti-da. Universitetda ichida grantlar beriladi. Unda ularda ham yozilgan bo'ladi. Masalan, ularda u ochiq kol, hamma topshirsa bo'ladi. Masalan, keyin ular ballaydi. Masalan, 100 ballikda. Agar siz magistr bo'lsangiz 10 ball, PhD bo'lsangiz 15 ball, bakalavr bo'lsangiz 5 ball, shunaqa har xil uning kriteriyalar bor. Qaysi kriteriyaga ko'proq mos kelsangiz, keyin u ochiq qanaqa bo'ladi. Ko'p odamlar topshiradi. Masalan, shu bir ikkita studentlarni yoki kimi bo'lsa ham tanlab olinadi. Ular masalan PhD research qilayotgan odamlarga yordamchilar bo'lib ishlaydi. Shuning uchun shunaqa joylarga topshirsa ham bo'ladi. Mana xuddi internship deydi. Puli ham yo'qmas. Bo'ldi. Demak, sendan link kutamiz-da. havola kutamiz. Aniq emas. Qizg'on, men tashavvur qiynalyapmiz. Yo'q, u yerdagi summalarni ko'rsak, bu odam qiziqib qoladi. Jonning username-ni beraman, hamma Telegramga o'tasiz. Pulli devor bo'lsa bo'ldi edi. Jahongir, bilamizki, siz ko'proq studentlar bilan ishlaysiz. Ularni kundalik hayotida qanaqa xavfsizlik yoki huquqiy masalalarga duch keladi? Shular haqida ozroq ma'lumot bersangiz va tavsiyalaringiz bo'lsa. Xo'p, bu tomondan keladigan bo'lsa, o'ziga ehtiyot bo'lish kerak-da. Kechasi ko'chada yurmaslik kerak. Beso'roq, men terminallarga abitdan nima deydi, kechki 12 dan keyin o'tmaslik kerak. 11, 12 juda xavfli joylar. Men o'zim ham shu 5 yildan beri yashayotgan bo'lsam, 2 marta kechasi urib ketgan meni. O'sha ehtiyot bo'lish kerak juda ko'chada yurgan vaqtda. Narsa o'g'irlatgan? O'g'irladi. Yo, birinchisida narsa o'g'irlatganman, ikkinchisida qochganman. Keyin shunaqa bo'lgan. Birinchisi o'g'irlagan, ikkinchisida qochganman. Shunaqa. Endi har xil vaziyat bo'lishi mumkin. O'shaning uchun nima deydi, o'zi
bilib turib o'zingiz mana xavfliligini bilib turib o'sha joyga bormaslik kerakda. Tajribamdan kelib turib aytaymi? Ehtiyot bo'lish kerak. Lekin unchalik ham Unchalik ham javna qo'rqish kerak emas. Hozir masalan bu O'zbekistondan ko'rayotgan bo'lsa, hozir shuni опровержениесini aytaman. O'zaro nima qildim? Kecha shu kutubxonada o'tirdim. 20 soat, 24 soat degan kutubxona bor o'zimizda uyim yonida. Bugun tonggi soat 4:30da qaytdim men. Uyga 5 da keldim men. Shu Night bus bor ishlaydi. ha, shu 24 soat yuradigan avtobuslar bor. Mindim shu avtobus Pola, Bangladesh, Iran, shu diskotekada qaytib o'tkazib neft bo'lib, lekin to'g'ri, lekin qo'rqinchli, lekin bir narsani bilaman. Haydayotgan avtobusda bu narsa bo'ladigan bo'lsa, joyida karabiniyerni chaqirib o'sha avtobusni ichkaridan ilib nima qiladigan holatlari bo'lgan ekan. Shuning uchun безопасность deganda тоже 50-50 deganda iloji bo'yicha shu Jahongir aytganda terminda yurmaslik kerak. Shu yerda aylanib o'tganmiz. yaqinda bitta keys bo'ldi-yu. Gruppada ham otishdimi? Qaysi? Nima bu? Kaltaklangan yigit Sardor. Ha, o'sha xuddi shunaqa qilib turib mana bu nima deydi? Ko'chada yurgan vaqtda oldin kelib sigaret so'ragan, sigaret chakmayman degan, keyin shundan keyin o'sha urib telefonlarni olib ketganda. Qaysi mamlakatdan edi? Kimlar edi ular? Ular Qoravoylarni. Bangladeshni bilmam, Sardor o'zimizga yo men ko'rmaganman, u yoqda bo'lmaganman men. ta'riflaganida Ta'riflaganda afrikaliklar deganda Qoravoylar. 2 metr nima bo'lgan? Bir kishi Bir kishi kelgan, bir kishi oldiga so'ragan, men sigaret so'ragan, u bola chakmayman degan. Chakmayman degandan keyin orqasidan kelib turib bittasi bo'g'ganda, keyin urgan keyin. Narsalar olib ketishgan. Keyin bermadi deb ham aytishdi. Yondagilar qarab turgan. Ana help deb so'rayapman, ayuto deb chaqiryapman, odamlar qarab turdi-da deydi. hech kim yordam bermadi oldin. Telefonni olgan, yonidan 300 yevro pulini olganda, keyin sumkasini olmoqchi bo'lganda qattiq quchoqlab olgan. Ichida pasport, o'zining hujjatlari bo'lgan. O'shani olib qoldim, yuzlarim tilingan. bo'ldi bu. Yaqinda bir oycha bo'lib qoldi, bir oycha bo'lib. Bo'lmadimi? Yo, bu yoqda endi nima deydi? Karabineri u katta ehtimol bilan yordam bermaydi borsa, shunaqa narsalarga. Xavfsizlik bu yoqda masalan birinchi ayniqsa yangi kelganlarda ham ko'pchilik mana birinchi kelgan kunlarida mana hamyonlarini, katta sumkalarigacha o'g'irlatib qo'yganda, shuning uchun Telefon. Metro liniyada ehtiyot bo'lish kerak. Qissavorlar bor. Top bo'lib yuradi, siz sezmasligingiz mumkin. Cho'ntagingizga qo'lni tiqib bir narsa olib ketsa, tushunmaysiz, qaysi biri oldi, qaysi birini orqasidan chopishni ham bilmaysiz. YouTube'da o'shalarni ko'rsatadigan kanal ham bor. Havolasini qoldiramiz. Ehtiyot bo'lish kerak. Xatlar yuradi pickpocket bo'lganlar. Ularga tega olmaysizlar, ular sizga tegadi, lekin bu jinoyat hisoblanadi. Juda ham kerakli mavzular haqida gaplashdik. Ozroq qisqa va blitz savollar desak bo'ladi. Har bitta odamga 3 tadan tuzganman. Shularga tez javob bersak bo'ladi. Shu bilan yakunlasak ham bo'ladi. Birinchi Zuhriddindan boshlaymiz. Qachon men to'g'ri yo'ldaman deb o'ylagansiz? Qachonki biz gunoh ish qilmasak va qilayotgan ishimiz o'zimizni rivojlantirsa, menimcha ana shu narsa doim to'g'ri yo'l bo'ladi. Ba'zida tekinga kompaniyada ishlab berish yoki bo'lmasa kurs olganda qiynalib o'rgana olmaslik yoki bo'lmasa ba'zi do'stlar tanlashda kimdir sizga zarari ko'proq tegsa, misol uchun zararli odatlari bo'lsa, harakatchan bo'lmasa, uzr do'st, men boshqa kvartiraga ko'chyapman deyish ham bu masalan rivojlanishimizga olib keladi. Menimcha uncha yomon bo'lmaydi va to'g'ri deb aytishimiz mumkin. Eng katta muvaffaqiyatsizligingiz nimada bo'lgan? Eng katta muvaffaqiyatsizligim aniq ayta olmayman, lekin umumiy qilib aytsam, qachon bir narsadan harakat qilamiz va to'xtab qolsak, o'sha yerda biz yutqizgan bo'lamiz. Ya'ni bir ish qidirganda, ishga topshirganda ishga olishmayaptimi? Demak, maqsadni o'zgartirish kerak emas, tashlab ketish kerak emas, faqatgina uslubni o'zgartirish kerak. Nimanidir yaxshilab, oldingi o'zidan kuchliroq holatda boshqalar bilan o'zini solishtirmay, faqat o'zini kuchli ko'rishi kerak va ana shu holatda yutqizmaydi. To'xtamagan odam yutqizmaydi. Hozirgi o'zingizdan qoniqasizmi? Hozirgi o'zimdan Xudoga shukr qoniqaman deb ayta olaman. Ammo lekin bundan ham yaxshi natijaga erishishim mumkin edi. Faqat bu Alloh xohlaganida.
va o'zim harakat qilganimda ba'zi narsalarda o'zim harakat qilmadim. Misol uchun aytadigan bo'lsam, Italiyada o'qish paytida hech qanaqa Erasmus programmalarga qatnashmadim. Internship qanaqadir dev festlarga qatnashmadim, o'sha festivallarga. Buni sababi bor. O'zim o'qishga berdim. Keyin o'zim dasturlash sohasidagi bilimlarimni kuchaytirishga va uncha-muncha italyancha tilni o'rganishga sarfladim. Bu o'ziga yarasha yutuq olib kelyapti. Lekin agar maksimum harakat qilsa, bundan ham yaxshi bo'ladi va Alloh xohlasagina bo'ladi. Keyingi blitz savollarimni Lazizjonga beraman. Rim yoki Milan? Rim. Doim o'zingiz bilan bo'ladigan narsa. Gaplashtiraman. Rimda boshdan kechirgan eng kulgili holat. Avariya. Kulgili holat shu avariyalar bo'lsa kerak. Bitta ko'chada ketayotganimda boshida bilmaganman. Ya uni Ekspert yiqilganda bir marta O'sha- tushunib berman. ko'chada bu yoqda kelganimda, masalan, qoidalarga unaqa bo'ysungim kelmasdi. Keyin bir marta kechqurun velik haydab ketayotgan paytimda bir tomonlamali ko'cha bo'lgan. Men o'sha ko'chaga qarama-qarshi yurayotgan bo'lganman. Yomg'ir yog'ayotgan paytda o'sha yoqdan mana yo'l chetiga bitta bir qator mashina qo'yilgan. Keyin o'sha ko'chadan ketayotgan paytimda to'g'ri endi mana bunaqa qiyalik joydan bo'lgan. Naryoqdan qarab avtobus kelayotgan bo'lgan. O'sha veligimni tormozi yaxshi ishlamay qolgan bo'lgan. Shunda chapga olib, yiqilib o'sha yoqda bir 10-15 minut boshqa odamlar kelib yordam berguncha prosta yotganman. Yulduzlar sanaganman. Keyingi savollarim Baxt opaga bo'ladi. Qahva yoki choy? Qahva 100%. Eng qimmat kutilmagan ko'p qilingan xarajat. Arenda. Haligacha shokdaman. Bu o'syapti bu arenda hech tushmaydi bu. O'zingizni 3 ta sifat bilan ta'riflang. Punktualность, shu motivированность desam bo'ladi, и lentяйство. Ko'p hozir shu bitqizgandan beri ya уже выпускница bo'ldim, bitirdim. Shu men ish topish, ishga application qilish jarayoni juda ham protsessi qiyin bo'lyapti. Shu uchun ham prosta tashlab qo'yganman. Уже lentяйство ko'p bo'lyapti. Bormayman, men qilmayman. Hozir ham kechikkan sabab shunaqa bo'ldi-da, ulguraman deb yo'l yopiqligini bilmasdan juda ham kechikdim. Shu. Keyingi savollar Jahongirga. O'zbekiston yoki Italiya? O'zbekiston. Eng yoqtirmagan kuningiz? Shanba kuni. Aha. Italiyadagi ilk kuningizni eslay olasizmi? Ha, eslayman. Umuman esimdan chiqmasa kerak kun. Chunki nima deydi, kvartira men 10 kunga Airbnbdan joy olgan bo'lganman. Keyin kechki soat 9 da aeroportdan tushganmanda, borganman, ular skamer bo'lib chiqqanda, короче, menga joy qolmaganda. Endi u yoqda o'zim Airbnb degan narsa bo'lmagan manzilda. Keyin shu bilan ko'chaga qolib ketganman. Keyin ikkita chamodanim bo'lgan. Keyin yo'ldan bitta ayoldan yordam so'raganman. Ingliz tilini bilayotgan ayol, shu Italiyan ayoldan. Federico deydi u ayolning ismini. Hozirgacha ham gaplashib turaman hozirroq o'sha ayol bilan. Keyin o'sha ayol yordam bergan. Keyin birinchi telefonni berib turgan, telefon qilganman, 2-3 marta go'dak ketgandan keyin o'chirib qo'ygan ular. Telefonni, keyin undan keyin men chornaga tiqib qo'ygan. Qaror uchun iloji bo'lmayapti, bog'lanishdi. Keyin menga aytgan, men o'zim italyanman, italyancha gaplashib beraman uyda egasi bilan. Yurchi degan, borganmiz, eshik tiqillatganmiz, qarorchi chiqqan, qarorchi aytganda, aldangan bu bola, bu yoqda Airbnb degan narsa yo'q. Hech kim men o'zim unaqa e'lon bermaganman, meni uyim bo'lib turib, italyancha gapirgan shu. O'sha keyin menga tarjima qilib bergan, shunaqa deyapti. Qarorchi skamer bo'lgan, sen uxlagansan pulingga deganda. Keyin o'zi taklif qilgan, yur, mana shu atrofda bir ikkita mehmonxonalar bor, bilaman, o'zim yordam beraman degan. Keyin bir 3 tami mehmonxonaga borganmiz, joyi bo'lmagan. Keyin 4-chiga borgan vaqtimizda joy bo'lganda, keyin o'shanga bir kunga 33 yevroga gaplashganman. Keyin qolganman. Qarorchi u mehmonxona ham qanaqa bo'lgan mana bu tabiblar mehmonxonasi bo'lgan. Va u bizda o'zimizda ham masalan diniy o'qib, boshqa qilib davolaydigan joylar bo'ladi aka. Bu yoqda ham xuddi xristianlarning ham shunaqa joylari bo'ladi-da.
Elchixonaga kirganimda bu tomonda Bibi Mayramning rasmi, bu tomonda Somon Shex, hamma tomon hojajna xonada bir ko'xlaganman-da. Cherkovni bir yotoqxonasi bo'lsa kerak edi menimcha. Da beradi shuni. O'shanda bir kecha qolib, undan keyingi kuni terminga kelganman. O'sha birinchi kunim bo'lgan. Qoyil. Bilmasdan unaqa savol berdim, lekin qoyil. Keyingi savollar Abror aka. Rimdagi eng sevimli joyingiz? Rimdagi eng sevimli joyim Menza. Kolizey. Chunki o'zim bakalavr sohasida xalqaro tarixchi bo'lganman. Ya'ni Kolizey men uchun o'sha rasmda ko'rganman oldin bu joyni. Undan keyin 2 yil o'qish davomida men uni real holatda ko'rishim o'sha men boshqacha his olgan bu yerda. Ya'ni real kitobda ko'rgan narsamni men jonli ko'ryapman bu narsani. Ya'ni bu yerda Italiyani bu ramzi Kolizey. Ya'ni bu yerda ko'plab turistlar bor. Ya'ni Kolizeyga bormagan odam bu Italiyaga kelmagan odam hisoblanadi. Men uchun eng yaxshi Kolizey deb bilaman. Ya'ni haqiqiy joy. Ko'proq odamlar ko'raman, ya'ni o'sha davr mavzuni tarix sifatida ko'rsam, o'zimni oldingi bakalavr shundagi. Ya'ni o'sha qadimgi davrda o'sha oldingi ko'rib his qilaman, ya'ni o'sha davrda qanaqa bo'lgan, gladiatorlar jangi qanaqa bo'lgan bu yerda, qanaqa qurilgan, mana shu haqida bo'lgan. O'sha ma'lumot. Yaxshi. Mana yaqinda ketmoqchisiz. Sizga armonga aylangan narsa bormi? Nimadir armon bo'lib qolayotgan? Yo'q, men hali Italiyadan ketishdi. Hali men Italiyadan bu yerda xalqaro darajadagi diplomni oldimda bizni Yevropada o'qiydigan talabalar Yevropa bilan bog'langan deb o'ylayman keyingi faoliyati. Men bu jarayonda Yevropada o'zimni tajribamni orttirib, internship, biror kompaniyada kattaroq experience orttirib, keyin O'zbekistonda faoliyat yuritishni plan qilyapman endi. Avval chunki biz aytganimizdek bo'lmaydi baribir. Har bir ro'y beradigan narsa shu Alloh aytgan kunida, vaqtida, sekundida o'sha paytda ro'y beradi. Lekin hozirgi qaysi tomonga burilish hali ma'lum emas. Sizni ruhlantiradigan odam. Meni ruhlantiradigan odam otam deb o'ylayman. Chunki shu paytgacha mana shu darajaga yetishimda shu ota-onam, ota-onam badalashdi. Ya'ni sen yeysan, senga ishonamiz, senda qobiliyat bor. Sen dars oldinga bos. Endi man qimmat deydigan yana. Inson ota-ona. Savollarga qiziqarli, kulgili va real hayotlar bilan misollar keltirib javob berganlar uchun kattakon rahmat aytib qolaman. Agar yana qanaqadir mavzular haqida gaplashmoqchi bo'lsanglar, fikrlar bo'lsa, yana muhokama qilsak bo'ladi. Menda umumiy takliflar bor. Bir nechta savollarga hali foydali javoblar berishimiz mumkin. Misol uchun, transport foydalanishda qo'lga tushib qoladigan holatlar bo'ladi. Jarima to'lash, transport kontraktlari. Uy kontraktlari bilan dokumentsiz qilib arendada turish, ijarada turishda qanaqa muammo chiqadi? Bo'lgan voqealar bu ikkita bo'ldimi? Yana men O'zbekistondan kelib, turist sifatida ham mashina ijaralarini olishadi va yo'lda yo'l hodisalari bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa gai to'xtatadi. Savollar beradi. Shunda nima deyish kerak, qanaqa vaziyatdan chiqib ketiladi? Italiyada pravani O'zbekistonnikini o'zgartirib olsa bo'ladimi yoki olganda qancha rasxod ketadi, qancha xarajati bor? Yana nima? Keyin ishga joylashish yoki shaxsiy biznes ochish, u mavzuni ayta olmasak kerak. Ko'pchilik magistraturani tugatgan yoshlarga ham qiziq bo'lishi mumkin. PhDda o'qish va uni qanaqa qilib amalga oshirish mumkin? Shular haqida ham ozroq ma'lumot bersangiz. PhDda hamma magistr birinchidan PhDda o'qish shart emas. Bu kim masalan sohangiz bo'yicha bironta kompaniyaga borsangiz, balkim bu yaxshiroqdir. Agar siz research qilishga, tadqiqot qilishga qiziqmasangiz. Kimdir qiziqsa, PhD Italiyada PhDning turlari bor. Universitetlar beradigan grantlar bor. Undan tashqari masalan kompaniyalar grant ajratadi PhDlarga. Ularda bitta asosiy muammosi bor. O'sha muammoni yechish uchun, tadqiqot qilish uchun pul ajratadi.
Italiyada PNWR degan turlari bor. Har xil PhD turlari bor. PhDga kirish uchun birinchi navbatda shu magistr baholari yaxshi bo'lishi kerak, o'zi shu sohaga qiziqish kerak, shu sohaga research qilish uchun tayyor bo'lish kerakda. O'sha skilllar hamma narsasi bo'lsa, shunda PhDga qiziqib topshirsa bo'ladi. Topshirishi birinchi, lekin u ham hamma uchun ochiq. Keyin PhD topshirishda ikki xili bor. Italian diplomi olganlar uchun va Italiya diplom, Yevropa diplomasi uchun ikkalasiga отдельный kvota ajratadi. Italian diplomi olganlarga topshirasiz. Birinchi darajali bosqichda ular sizni diplom baholaringiz, yozgan maqolalaringizga qarab sizga ball beradi. Masalan, o'sha minimum 100 ball bersa, 100 ball qo'ysa, o'shalar aytadi, minimum masalan shundan 70 dan oshganlarni ikkinchi bosqichga o'tkazamiz deydi. Ikkinchi bosqichda keyin universitetga borasiz biron kun. Siz o'zingiz qilmoqchi bo'lgan researchni prezentatsiya qilib borasizda, men mana shu research qilmoqchiman deysiz. U yoqda 6-7 ta professor o'tiradi. Ularning har biri o'z nuqtai nazaridan sizni qilmoqchi bo'lgan researchingizni baholaydi. Ular ball beradi, keyin hammaga ular bir-biridan mustaqil ball berib, o'rtachasini oladi. Keyin hammaning ichida yana competition bo'lib, keyin o'shandan ham saralanadi ikkinchi bosqichda. Masalan, magistrga topshirayotganda universitetda rankinglari, bir narsalar muhim, lekin PhD da o'qiyotganda universitetda rankinglari unchalik ham muhim emas. Siz eng muhimi eng zo'r professor topib, chunki siz professor bilan tadqiqot qilasizda, sizni universitetingiz hech narsa qilmaydi. Masalan, zo'r professorlar bo'lishi mumkin. Masalan, meni sohamda bu yoqda borda, ular masalan Amerikadagi top 10 ta yoki 15 ta universitetda bunaqa professor yo'q bo'lishi mumkin. Chunki bitta soha bo'yicha chuqur 30 yil, 40 yillab tadqiqot qilayotgan odamlar bor. Shuning uchun PhD ga topshirishda, kirishda, o'qishda universitet rankinglari bir narsalar muhim emas, faqat professor eng muhimi professor. Meni fikrimcha PhD bo'yicha aslida savollar juda ko'p. Unga kirishdagi jarayon suhbat shunga o'xshagan savollar ko'p bo'ladi va juda ham cho'ziladigan bo'lsa, keyingi podkastlarda alohida chuqur tayyorlab javob beramiz. Rahmat kattakon. Bugungi yig'ilishimizda juda ham zo'r kerakli ma'lumotlar va jarayonlar haqida gaplashdik. O'ylaymanki, barcha bizani tomosha qiladigan insonlarga ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Shu bilan podkastimizni yakuniga yetkazsak ham bo'ladi. Rahmat. Rahmat qilganingiz uchun. Hammaga manfaat bo'ladi deb o'ylayman. Va shu yaxshi loyiha qilibsiz. Ko'pchilikka manfaat. Endi kelmoqchi va o'qiyotgan, bundan keyingi ish faoliyat boshlayotganlar normal manfaat bo'ladi deb o'ylayman. Buni yana oxirigacha davom ettirib ketishingizni tavsiya beraman. Chunki boshqa shaharlarda. Messinada qanaqa holat, Palermoda qanaqa holat, Milanda, Turinda qanaqa holat. Butun bir Italiya sistemasini mana shu intervyu bilan yoritib berishingiz mumkin. Faqat Rimni holatida gapirdik biz odatda. To'g'ri. Ana shu intervyuni YouTube'ga joylansa, pastda qoldirib ketamiz. Guruhni linki bo'ladi. Va qo'shimchasiga men o'zimni Telegram beraman va qaysidir mavzularda savollar bo'lsa, avvalo gruppada berilsa, hammaga manfaatli bo'ladi. Juda shaxsiy bo'lsa, o'zimga yozsa bo'ladi. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Barcha mehmonlar uchun maxsus sovg'a tayyorlagan edim va arzimas bo'lsa-da o'zingizlarga olasizlar. Va bu o'zimizning brend special Zomindan kelgan hamma narsasi o'shanga xuddi O'zbekistonni eslagan holatda olsanglar bo'ladi. Rahmat. Bizni kuzatayotgan tomoshabinlarga ham kattakon rahmat. Xudo xolasa keyingi sonlarida ham xuddi shunaqangi talabalar bilan boshqa shaharlardagi o'qiyotgan talabalar bilan ham shunday podkastlarni tashkil etishni rejalashtirib qolamiz va bizni keyingi sonlarimizni ham kutib qolasizlar degan umiddamiz. Ciao ciao. 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 Buonasera. Buonasera. Ci vediamo.